xarididan kommunal to'lovgacha endilikda yirik xaridlarni naqd pulga amalga oshirib bo'lmaydi. 2026 yil 1-apreldan O'zbekistonda yirik bitimlar bo'yicha hisob-kitob qilishning yangi qoidalari kuchga kiradi. Shavkat Mirziyoyev tomonidan imzolangan farmonga ko'ra, mamlakatda naqdsiz hisob-kitoblar bosqichma-bosqich majburiy shaklga o'tkaziladi. Endilikda bir necha xil operatsiyalar naqd pulga amalga oshirib bo'lmaydi. Avvalo, davlat organlari tomonidan ko'rsatiladigan xizmatlar naqdlashadi. Masalan, davlat xizmatlari markaziga borib, pasport uchun ariza topshirsangiz, to'lovni naqd pulda qila olmaysiz. Keyingisi kommunal to'lovlar, elektr energiyasi, tabiiy gaz, ichimlik suvi uchun to'lovlar ham to'liq naqdsiz shaklga o'tkaziladi. Shuningdek, alkogol va tamaki mahsulotlarini naqd pulda sotib olish taqiqlanadi. Yoqilg'i qo'yish shoxobchalari orqali aholiga neft-gaz mahsulotlari sotish va elektromobillarni zaryadlash xizmatlari ham faqat naqdsiz shaklda amalga oshiriladi. Bundan tashqari, qiymati 25 million so'mdan oshadigan istalgan tovar yoki xizmat uchun to'lov faqat naqdsiz ko'rinishda qabul qilinadi. Bevosita uy sotib olishda ham naqd puldan foydalanish mumkin bo'lmaydi. Shuningdek, ishlab chiqarilganiga 10 yildan oshmagan MNO va G toifasiga kiruvchi transport vositalari hamda maxsus avtotransportlarni sotish va sotib olishda ham naqd pul ishlatib bo'lmaydi. Bunda yangi tartibga ko'ra, uy va avtomobil oldi-sotisida xaridor avvalo bankda eskrov hisob varag'i ochadi va kelishilgan pul mablag'ini shu hisobga kiritadi. Mablag' to'g'ridan-to'g'ri sotuvchiga berilmaydi. Shundan so'ng tomonlar notariusga murojaat qiladi. Notarius bank tizimi orqali eskrov hisob varag'ida pul mavjudligini elektron tarzda tekshiradi. Mablag' tasdiqlansa, oldi-sotdi shartnomasi rasmiylashtiriladi. Shartnoma tasdiqlangach, notarius bu haqda bank tizimiga elektron xabar yuboradi. Shundan keyin bank eskrov hisob varag'idagi pulni avtomatik ravishda sotuvchining hisobiga o'tkazadi. Agar shartnoma tasdiqlanmasa, eskrov hisob varag'idagi mablag' xaridorga qaytariladi. Bu degani 1-apreldan boshlab nafaqat uy yoki boshqa yirik bitimlarda, balki mashinangizni zapravka qilganda ham naqd pul ishlata olmaysiz. Hukumat bu chora yashirin iqtisodiyot ulushini kamaytirish va moliyaviy oqimlar shaffofligini oshirishga xizmat qilishiga ishonmoqda. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, qurilish va xizmat ko'rsatish sohasida yashirin iqtisodiyot ulushi yuqori. 2025-yil yakunlariga ko'ra kuzatilmayotgan iqtisodiyotning 36% qurilish sohasiga, 35% esa xizmat ko'rsatish sohasiga to'g'ri keladi. Mazkur tartib kuchga kirishi natijasida katta miqdordagi naqd pul bilan xarid qilish imkoniyati sezilarli darajada cheklanadi. Savdo sohasidagi yashirin iqtisodiyotni kamaytirish va naqd pulga bog'liqlikni yo'qotish uchun yana bir muhim yangilik – yagona QR kod joriy etilmoqda. 2026-yil 1-yanvargacha barcha savdo va xizmat ko'rsatuvchi yuridik shaxslar ushbu tizimni o'rnatishi shart. 1-yanvardan elektron to'lovlar aynan shu yagona QR kod orqali amalga oshiriladi. Ammo hozirda bu amaliyot barcha joyda ham bir tekisda yo'lga qo'yilmagan. Farmon kuchga kirganiga ancha bo'lgan bo'lsa-da, haligacha yagona QR kod ayrim xizmat ko'rsatuvchilarda mavjud emas. Agar mazkur tadbirkorlar 1-iyulgacha ushbu tizimga o'tmasa, ular savdo qoidalarini buzgan deb hisoblanadi. Bu qaror bozorda parchalangan to'lov tizimlarini birlashtirish va raqobatni shaffoflashtirishga xizmat qilishi aytilmoqda. Ya'ni endilikda bitta do'konga kirib, klik boshqa do'konga borib esa payme ishlatib o'tirish shart bo'lmaydi. Ko'plab operatsiyalar naqdsiz shaklga o'tayotgani ortidan tabiiy savol tug'iladi. Katta summadagi to'lov karta orqali amalga oshirilsa, karta bloklanadimi? Banklarda ichki nazorat qoidalari avvaldan amal qiladi. Ular jinoiy daromadlarni legallashtirish, terrorizmni moliyalashtirish va moliyaviy xavflarni oldini olishga qaratilgan. Naqdsiz bosqichga o'tish bilan bu qoidalar o'zgarmaydi. Faqat operatsiyalar hajmi oshgani sababli nazorat tizimi ko'proq ko'rina boshlashi mumkin. Masalan, agar mijoz 30 kun ichida BHMning 500 baravariga, taxminan 206 million so'mga teng yoki undan ortiq mablag'ni boshqa karta yoki elektron hamyonlarga o'tkazsa yoki shu miqdorda mablag' qabul qilsa, operatsiya avtomatik monitoringga tushadi. Shuningdek, 30 kun davomida ko'p sonli kartalar ishtirok etgan operatsiyalar, masalan 5 ta va undan ortiq karta yoki xorijiy elektron hamyonlar bilan bog'liq o'tkazmalar alohida tahlil qilinadi. Bunday holatlarda ma'lumot bankning ichki nazorat xizmati orqali tegishli organlarga yuboriladi. Ammo bu karta avtomatik bloklanadi degani emas. Zarur bo'lsa, mijozdan mablag' manbasini tasdiqlovchi hujjatlar so'ralishi mumkin. Agar operatsiya qonuniy bo'lsa, odatda cheklov qo'llanilmaydi. Biroq shubhali operatsiyalar muntazam takrorlansa va mijoz talab etilgan ma'lumotlarni taqdim etmasa, bank xizmat ko'rsatish shartnomasini bir tomonlama bekor qilish huquqiga ega bo'ladi. O'zbekiston moliya tizimidagi shu va boshqa yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun Pinkod.uz YouTube sahifasiga obuna bo'ling.